Chaqaloqlarning tishi chiqayotgan paytda ichi ko'pincha ketib qoladi yoki temperaturasi chiqadi, tez-tez tomog'i og'riydi. Bu normal holatmi? Bularni barchasiga bugun men sizlarga javob berib o'taman. Bu videoni oxirigacha ko'ring. Albatta sizga qiziq bo'ladi. Assalomu alaykum. Men G'ayratova Gulruh Rahmatjonovna, bolalar shifokori, vrach-pediatr, neonatolog bo'laman. Ko'pincha onalarimiz bolasini tishi chiqayotgan paytda ichi ketayotgandan, tomog'i og'riyotganidan, temperaturasi chiqayotgandan shikoyat qilishadi. Tish chiqyapti-da deb siz ko'pincha bu normal holat deb o'ylaysiz. Lekin normada bolalar tishi chiqayotgan paytda hech qanday temperatura berishi, ich ketishi yoki tomoq og'rish holatlari kuzatilishi kerak emas. Bu normal holat emas. Xo'sh, bolalarda nimaga unda bunday ko'rinishlar bilan tishi chiqish oqibatlari yuzaga keladi? E'tibor bersangiz, tish chiqishdan oldin ko'pincha injiq, hamma narsani og'ziga soladigan, razdrajoniy, betoqat bo'lib qoladigan protsessi bo'ladi. Mana shu vaqtda bola tinmay og'ziga duch kelgan narsani soladi. Ya'ni ko'pincha qo'lini og'ziga soladi yoki turli xil o'yinchoqlarni og'ziga solish holatlari kuzatiladi. Va buning natijasida bolalarning ichaklarida turli xil infeksiyalar paydo bo'lishi, shuning natijasida ich ketish holatlari yoki tomoq og'rishi, infeksiya tushishi natijasida yoki temperatura chiqish holatlari kuzatiladi. Bu holat organizmda patologik o'zgarish holati hisoblanadi va bu asosan onalarimizni tishi chiqish periodida ko'pincha kuzatilishi normal holat deb o'ylashiga sabab bo'ladi. Va bolalarning turli xil shunaqa ko'rinishdagi muammolar kelib chiqmasligi uchun nima qilish mumkinligi haqida ko'pincha savol berishadi. Birinchisi, bolalarni tishi chiqayotgan protsessda ularda bu jarayonda kuchli og'riq, bezovtalik va qichishish holatlari namoyon bo'ladi va bola injiq bo'lib qoladi. Bunday vaqtda turli xil og'riq qoldiruvchi, bezarar bo'lgan tabletkalar mavjud hisoblanadi. Masalan, Dentakit tabletkasi. Dentakit tabletkasi juda ham mayda kichik ko'rinishda tabiiy tabletkalardan biri hisoblanadi. Uni bemalol bolalaringizga bersangiz, tishlardagi og'riqlarni qoldiradi va turli xil bezovtalikni oldini oladi. Bundan tashqari turli xil og'iz bo'shlig'ini muzlatuvchi mazlardan foydalansangiz ham bo'ladi. Masalan, Dentinox gel, Camistat gel, Metrogel Denta. Bularning barchasi farzandingiz og'iz bo'shlig'ini muzlatishga va turli xil diskomfortlarni oldini olishga yordam beradi. Va bundan tashqari bolangizni tish chiqayotgan periodida ko'pincha turli xil massajorniy o'yinchoqlar berish tavsiya etiladi. Bularni barchasini qaynagan suvga chayib, og'iz bo'shlig'iga bersangiz, massaj orqali o'zini diskomfortini kamaytiradi va ozgina bo'lsa ham tinchlanadi. O'zi normal holatda bolaning tishi qachon chiqishi kerak? Bir xil bolalarda mana bu periodda chiqishi kerak, mana bu periodda kech qolmoqda yoki farzandingizni tishi kech chiqyapti degan narsa hozirgi kunda yo'q. Farzandingizni tishi chiqish bosqichi hamma bolada har xil hisoblanadi. Masalan, bir xil bolalarda 3 oyligida chiqsa, bir xil bolalarda 6-9 oylikda ham chiqishi mumkin. Bu bolani o'zini organizmini qanday tuzilishiga bog'liq hisoblanadi. Ko'pincha onalarimiz 1 yoshdan keyin kech chiqishi muammoga sabab bo'lyapti deb o'ylaydi. Lekin agar bolani biz ko'zdan kechirsak, bolada hech qanday muammo bo'lmasa, bu normal holat hisoblanadi. Tish chiqayotgan protsessda farzandlaringizga turli xil, har xil ko'rinishdagi dori preparatlar berish tavsiya etilmaydi. Albatta, shifokor bilan maslahatlashilgan holatda farzandingizga to'g'ri preparatlarni tanlash tavsiya etiladi. Sizning farzandingiz tish chiqayotgan vaqtda qanday muammolar bo'lgan va uni qanday yechim topgansiz? Bu haqida kommentariyada yozib qoldiring. Albatta, kimlar uchundir foydali bo'lishi mumkin. Agar sizga bu video yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'ling.